Endi qo'shiqlaringizni ko'pchilik aytadi, ijro qiladi. Qo'shiqni qizg'onish hissi ham bormi? Qizg'anishmi? Akada? Mendan? Ha. Yo'q. Mana Farhod akam ko'p aytadi, sizni qo'shiqlaringiz boshqalar. Elyor akam ham paytida aytgan. Sarvar aka aytyapti ko'p mana. Yaqinda ham Iskandarov aytyapti. Azbek akam borib bir aytgan. Ko'pchilik. Hali men endi Andijon Asakama qiyosida sanayapman-da ularda, o'zimizni qadrdonlar sifatida. Ularga nisbatan yoki boshqa Andijondan tashqari ham ko'p. Ha, toshkentlik boshqa san'atga ayol san'atkorlar Qashqadaryo, Qo'qon, Samarqand, Sirdaryo bolalar bor, menga chiqishadi bolalar. Shunaqa paytida, shunaqa vaziyatda qo'shiqda qizg'onish hissi yoki mualliflik huquqi deganda sizda qanaqa bo'ladi? Yo'q, meni aytma qo'shig'imni yoki bir aytsang menga mana qasiga do'lya tashab qo'y degan vaziyatlar bo'lganmi? Ha. U narsa bunday, misol meni qilingan ijodim u meniki bo'lsa, siz mabodo aytmoqchi bo'lsangiz uni, siz reklama uchun aytmaysiz, reklama qilmaysiz. Endi nima ko'p bizda to'y-to'rkin ko'p, ba'zan Jamshid ko'p. Bu yerlarda aytib yurishga ruxsat beraveraman. Faqat hali o'ziniki qilib, promo qilib buni hali bunaqa yo'nalishlarga yo'q, ruxsat bermayman.